Siz ham uyingizda biron marta kanalizatsiya trubalari tiqilganmi? Ko'p qavatli uyda yashovchi insonlar mana yaxshi bilishadi. Agarda bir kun kanalizatsiya tizimi yaxshi ishlamasa, uyingizda umuman turib bo'lmaydi olib ketadi. Inson organizmida ham kanalizatsiya trubalarida qangi limfa tomirlari bor. Bu limfa tomirlari organizmdagi kir suvlarni oyog'imlarimizdan butun tanadan kun davomida yig'ib, bir kunda bir marta butun qon aylanish sistemasiga oqib keladi. Endi agarda kanalizatsiya trubalari tiqiladigan bo'lsa-chi, unda nima bo'ladi? Agarda limfa tomirlarimizda tiqinlar bo'ladigan bo'lsa, ular yaxshi ishlamasa, oyoqlarimizda butun tanada shish paydo bo'ladi. Bu shish esa kirlangan suvlarni butun organizmda qolib, saqlanib qolib, o'zini o'zi zaharlanishiga sabab bo'ladi. Agarda kanalizatsiya trubalarini tozalash kerak bo'ladigan bo'lsa-chi, limfa tomirlarimizni ham tozalash mumkin. Buning uchun Enteshifo klinikasida limfa drenaj muolajasini yo'lga qo'yganmiz. Bu orqali oyoqlarimizdan keladigan limfani aylanishini yaxshilaymiz. Kompressor yordamida limfa drenaj apparatiga navbatma-navbat pastdan yuqoriga qarab havo beramiz va natijada oyoqlarimiz pastdan tepaga qarab siqilib chiqiladi va limfa tomirlarimiz shu orqali siqilib ichi bo'shab tozalanadi. Agar siz ham o'z kanalizatsiya trubalaringizni, ya'ni organizmdagi limfa tomirlaringizni tozalamoqchi bo'lsangiz, Enteshifo klinikamizga murojaat qiling. Shu orqali organizmingizdagi kir suvlardan xolis bo'ling.